Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi ko'rsizmi? Zokir aka, hormanglar. Ochib oldinglarmi? Ha, ochdik. Kechagi joyda borib, kechqurun baraka qilib keldim. Dokumentlari ehtiyot qilib qo'yasiz. Bir haftada Xudo xolasa Vinovodga molini olib chiqib ketadi. Keyingi haftadan biz remontini qilib, mollarni olib borib ishni boshlayveramiz. Bo'ldi, xayrli bo'lsin. Mana bu nima edi? Ha, shtangelida. Tuzaldimi bu? Yo'q, o'zi bir ko'rib berasiz-da. Hozir ko'ramiz. Zokir Xormagan. Keling qo'shni, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kecha bir ajoyib narsani ko'rib qoldim deng mahallada. Nima ekan, uka? Kecha soat 11larda Vinovodkadan chiqib kelyapti Muhammad Safo. Qo'lida setka. Kechqurunlari, bo'ladimi deyman-da ya. Voy, lekin hayron bo'lib qoldim. Qo'lida taktini yetmaysizmi? Birinchidan u joyni sotib oldik. Ikkinchidan chetdalar-ku. Assalomu alaykum Muhammad Safo. Endi til besuv edi, endi gapirib yuboradi. Muhammad Safo. Matxon aka. Assalomu alaykum. Qachon kirdingiz? Men bilan mabda ishlab o'tirdim, ovozim eshitilmaydi-da quloqga. Salomatmisiz o'zingiz? Ha, rahmat. Bir ko'rishib ketay deb kirdim. Baraka toping aka. Xizmat yo'qmidi? Yo'q, o'zi bir ko'rishib ketay deb kirdim. Sog' bo'ling. Alloh aka. Sog'lig'ingizga baraka. Rahmat. Bo'ldi, mana ishladi Zokir aka. Ha, bo'ldi. Boyagi ish nima bo'ldi endi? Boyagi ish tag'oful ishi bo'ldi aka. Tag'oful nima u? Tag'oful bu o'zini g'aflatda qolgandek ko'rsatish. Ya'ni biror kishini xato kamchiliklarini ko'rib ko'rmaslikka olish yoki eshitib eshitmaslikka olish bo'ladi. Ya'ni hikmat bilan shuni qo'llaydiki, keyin mana shu narsa bilan fitnalar davom etib kengaymasligi uchun. Bu juda ham bir maqtalgan xulq bo'lib, katta fazilatlarga ega narsa.